Shu bittagina ota-onamni sendan roziman degan gapi hozirga erishgan hech narsa, biron narsaga, hammasiga bir teng. Dramda gap bor. O'g'lim, agar bu dunyoda nimadirga erishmoqchi bo'lsang, senga maslahatim ikki dunyo saodatiga erishgin. Nima degani bu? Desa, dunyoni ham joyiga solib qo'ygin, oxiratni ham joyiga solib qo'ygin. Shu paytgacha hayotimda nima yaxshilikka o'tgan bo'lsa, Alloh xohlagani, ota-onam sababchi. Ota-onam sababchi. 30 yoshga kirgan bo'lsam, ota-onamga maslahat qilaman. Chunki bemasal qilgan ishlarimda olsa yeganman. Ochig'ida, ota-onamdan yashirincha qilgan ishlarimda hammasi hayotimga juda katta minus olib kirgan. O'zimni 10 yil orqaga surib olgan. Lekin bir marta maslahat qilgan ishlarimda hammasi 5 yil, 10 yil oldinga surgan. Ota-onamdan o'lgunimcha minnatdorman-da. Shuncha duoni olayotganim, bu hozir topayotgan pul, boshqa narsani oldida umuman-da, duo yetaveradi-da. Doim 3 ta narsani o'zim yaxshi qilganman. Birinchisi niyat, ikkinchisi duo. Ota-onadan duo olaman, o'zim Allohdan so'rayman. Uchinchisi harakat. Mana shu 3 narsani jamlang, Xudo xolasa, inshaalloh hamma ishingiz bo'ladi. 3 ta narsa. Mana shu jamlang bo'ldi. Qarzlar ham to'lanadi, ishlar ham hal bo'ladi. Yopilgan yo'llar ochiladi.